Al-Karim, birov so'ramasa ham hech bir evaz olmasdan narsalarni ko'plab ato qiluvchi, qarama-qarshiliklardan pok, karamli ishlar va xislatlar sohibi. Ushbu karamli va saxovatli degan sifat Alloh azza va jallaga sobit vasf ekaniga dalolat qilmoqda. Karam lafzi butun yaxshiliklar va maqtovli ishlarni jamlovchi so'z bo'lib, u bilan quruqdan quruq berishning o'zi maqsad qilinmaydi, balki undan berishning eng mukammal ma'nosi tushuniladi. Shuning uchun ham ahli ilmlar ushbu ism ma'nosi xususida ko'plab so'zlarni aytishgan. Masalan, yaxshiligi va atosi ko'p, xayr va yaxshiligi doimiy, qadri ulug', sha'ni buyuk, kamchilik va ofatlardan pok, ikrom qiluvchi, ne'mat beruvchi, marhamat qiluvchi, evazsiz beradigan, sababsiz beradigan, muhtoj bo'lgan u muhtoj bo'lmagan odamga beradigan, va'da bersa vafo qiladigan, katta bo'lsin kichik bo'lsin hojatlarning hammasi unga arz qilinadigan, unga tavassul qilib bog'langan odamni zoyi qilmaydigan, unga bosh urib borgan odamni tark qilib qo'ymaydigan zot deyilgan. Bu ismning ma'nosi xususida aytilgan so'zlardan yana biri gunohlarni kechadigan va yomonliklarni mag'firat qiladigan zot. Va bundan boshqa ushbu buyuk ismning ma'nosi haqida aytilgan gaplar borki, ularning hammasi haqdir. Chunki bu ism yolg'iz bir ma'noga emas, balki ko'plab ma'nolarni anglatuvchi go'zal ismlardandir. Agar siz bu ismning hamma ma'nolarini e'tiborga oladigan bo'lsangiz, hisobsiz ulug' ma'nolar va go'zal sifatlarni bilib olasiz.